Okito brendi mashinamizni fiskaligini zo'rini so'rashdi. Ko'rsatib o'taman, kuzatib turinglar. Yoqsa like bosasiz, kommentariy yozasiz. Yoqmasa yurachani yezasiz, kommentariyaga kirib yoqmadi yozib qo'yasiz. Xo'p, endi bu kishim Okito brend hisoblanadi. Okito original qo'ygan, buni endi o'zini zavodi bor. Bu qaysidir zavodda padelka mashinasi emas, bu alohida o'zi zavod bu. O'zi ishlab chiqaradi. Qaysidir zavoddan, jek zavodda padelka mashinasi emas bu. Bu alohida o'zi brend zavod bu. Yozuvlarga ahamiyat berasizlar. Mana Okito original boshlanishi mashinani bu tomondan boshlaymiz. Asosiy birinchi o'rinda dizayn ko'rinishi mana. Как robotga o'xshab chiqargan mana. Allo, men Okitoman. 2026-yilda trenddagi tikuv mashinkaman. Boshqa mashinalarga nisbatan ancha dizayn haqiqatan ham chiroyli. 2025-yilda bu juda trend bo'ldi. 26-yilda mana fevral oyining 10-siga yetib kelganimiz juda ham ko'p sotilayotgan mashinalarımizdan buni Andijondagi, Namangondagi, Toshkent va Xotamondagi chevarlarimiz yaxshi ko'p ishlatishyapti, ko'rishyapti, chunki u tomonlarga juda ko'p dastavka qilib chiqarib beryapmiz. Boshlanishi bu zakripkasi, ya'ni tikishni boshlaganingizda zakripka qilasiz. Bu juda qulay ishlangan. Tikayotgan mana shunday mashinani chap tomoniga turib, o'ng tomoniga ezadi va juda ham yumshoq. Birinchisi, ikkinchisi gradusni, chokini, ya'ni katta kichik qilish. Bu juda ham qulay qilib ishlangan. Bunda tormozi bor, mana qo'shimcha tormozi bor. Ya'ni katta kichik bo'lib ketib qolmaydi, aylanib ketib qolmaydi bir xil brendlarga o'xshab, chunki buni tormozi bor. Tezligini past-baland qilish mana. Tikishda ishlaganingizda xohlasangiz o'zingiz tezligini yuqori darajaga olib olasiz, xohlasangiz pasaytirib olasiz. Pozitsioner, ya'ni yina tepada pastda to'xtaydigan funksiyasi va cheskasi, qaytisi. Xohlasangiz o'chirib qo'yasiz, xohlasangiz yoqib olasiz. Yoqib qo'ysangiz tikib bo'lgandagi ipini uzib cheska qilib qo'yadi. Materialingizni tikib bo'lgandan keyin tepasida ip qolib ketmaydi. O'sha narsasi. Bundan tashqari bu motorkaga ipni qisib, ya'ni tarang qilib beradigan, mana shu motorkaga beradigan, bu hamma mashinalarda bor. Bu joydan chiqadi, siz ko'rib turasiz, aynan yog'layotgan mashinangizni. Mashinaga yoqish uchun mashinaga on taraf padolga yoqish shart emas. Mana shu joyda shunday sug'urasiz, mana shu joydan yonib qo'yaverasiz. Bu motorkasi ham nihoyatda zo'r ishlangan. Tashab yuborish tez bir xil brendlarga nisbatan o'xshab qolmaydi. Bu tezda tashab yuboradi. Bunda qo'shimcha regulyator bor, yana bitta. Buni ko'ryapsiz, o'z mashinalarda bitta bo'ladi. Bu qo'shimchasi ipda kelayotgan tugunlarni yechib yuboradi bu. Iplarni eshirib tugun bo'lib qoladi-yu, o'shani yechib yuborishga yordam beradigan narsa bu. Ikkinchi regulyatori. Va battan pastga tushganimizda bu knopkasi. Bir xil brendlarda bu knopka xo'ja ko'rsinga qo'yilgan, admanka deyiladi. Bu ishlaydi. Buni essiz, yigina tepa past bo'lib ishlaydi. Asosiy qismi mashinkamiz material tanlamaydi. Qalin, yupqa, qattiq, yumshoq demaydi. Barcha matolarni bir xil bir tekisda tikib ketadi. Endi mashinkamiz orqa qismiga o'tdik. Orqa qismi mana bu joyda ma'lumotlar, xarakteristikalar yozilgan. 220 volt ishlaydi, volt, amper, vat hamma yo'llarni ular bu joyga yozib ko'rsatib qo'ygan. Va asosiy qismi yana bitta mana bilkasi. Bilkada o'zini o'yib qo'ygan raqamlari bor mana. Ko'ryapsiz? Ko'p mashinalarda bu narsa bo'lmaydi. Bunda bor, chunki bu o'zi zavod bu, padelka zavod emas. Hop, endi sizlarga asosiy yana bitta qismini tushuntiramiz. Bu joyda USB kabel tushadigan joy bor, telefonga zaryadka qilsa bo'ladi. Faqat cheskaligida bor bu narsa. Prostoyda bo'lmaydi. Bu cheskaligi uchun bunda bor bu narsa. Keyin pistolet qismi mana. Bu kelajakda ustalarga zarur bo'ladi. Juda ham katta qilib qilgan, ochib mashinani ichini bemalol nastroyka, regirovka tuzatishlari uchun qulay qilgan. Va undan keyingi qismi svetni kabelini mana ichkarida olib kelgan. Mendan tashqaridan bunday bo'lib osilib yotmaydi. Va mana shu joyda lampochkasini o'chirib yoqish mana. Chiroqchalarni ko'ryapsizlar. 1 2 3 4 ta lampochkasi bor. 3 xil versiyada ishlaydi bu. Boshqa brenddan alohida chiqib turibdi. Bu chevar uchun noqulaylik tug'diradi. Korpusida ham ko'ryapsizmi? Mana Okitoda qarang. Bo'lib tushib ketyapti kulchalar. O'chirib yoqishi past, baland, har xil bo'ladi. Endi mashinkamizni tag qismiga o'tamiz. Mana mashinkamizni tag qismi mana shu mana. Ko'rib olinglar. Buni endi uncha brend bunaqa qilib ishlanmaydi. Bu tindirib qo'ygan ishlashlari. Zakripkaga nihoyatda yumshoq prujina qo'yganda qarang. Juda ham zo'r qilib qo'ygan. Makidonga boradigan yo'lda alohida mana trubkada olib borgan. Bu motorchi qismi hisoblanadi. Yana bitta qo'shimcha motorchiki bu chiskaga ishlaydi. Mana bu pichoq qismiga ishlaydi. Tikib bo'lgandan keyin ipni uzish uchun bu motor ishga tushadi. Bu joyda pichog'i ishlab materialni tikib bo'lganingizdan keyin ipni kesib qo'yadi. Nihoyatda chiroyli ishlagan. Bu kulchatori. Kulchator o'chirib yoqqaningizni o'zi bilasiz. Kulchatorni ovozdan bilsangiz bo'ladi qanaqaligini. Kimgadir shunaqa yaxshi ishonchli mashinalar zarur bo'lsa, bemalol bizga pastki raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, sizlardan like, komment kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.